Okay, let's go. Qisqacha videoda ko'rganinglardek 3 xil turdagi kovrigimiz bor. Birinchisi seriyasi, keyingisi qora vorskli, mana uchinchisi bo'lsa qora vorsk bilan shotkali varianti. Bularning farqi, bu mahsulotimiz Rossiyada ishlab chiqarilgan, razmeri 1/60, narxi 2200 ming so'm turadi. Mana bunisi bo'lsa Xitoyda ishlab chiqarilgan, razmeri 1/60, balandligi 1/1 slim versiya. Bu 1 600 dan turadi.